savolimiz bor edi. Assalomu alaykum. Maktabda sinfiylar uchun nimaga ko'p pul yiqqansiz? Sinfga maktabga tuvalay gullar uchun ko'p pul yiqqan. Bizni Texnoplast kompaniyasi tomonidan sizga ozgina sovg'amiz bor. Rahmat. Ahrana bilan o'g'irsaga. Remontga. Bor Texnoplast kompaniyasi tomonidan o'sha xonanglardagi gullar uchun tuvaylar. Rahmat. Ochib ko'ring, sizga yoqarmikin? Menga emas, o'qituvchimizga yoqsa bo'ldi. Remontga, remont ekan, ana chiqib bo'ladi har oyda 5 mingdan. Uni nimaga ishlatishini biz bilmasdik bu-ku. Yana-chi? Keyin ustozni tug'ilgan kuni bo'lsa, nimadirga shunaqa. Nimaga? Netga. What? Alaka orada baqircha, gultuvay, ashtaqalarga, gullarga ulg'an. Farzandlaringizga yoki nevaralaringiz bo'lsa, maktab uchun bemalol gul ekib olib borsa bo'ladi, sinf uchun. Marhamat. Ustozimiz to'yiga. Nima bo'ladi? Remont bilan ahranalarga. Sizlarga Texnoplast kompaniyamiz tomonidan endi mana gul tuvaylar sovg'a qilyapmiz. Rahmat.